Dam olish kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumoti. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat qiling, dam olish kunlari respublika hududi bo'yicha yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Kunduzi harorat 17-22 daraja iliq, kechalari esa 5-10 daraja iliq atrofida bo'ladi. Shamol 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog'larda qor ko'chish xavfi bor. Poytaxtimizda shanba kuni kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Kunduz yog'ingarchilik kutilmaydi. Yakshanba kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat asta-sekin 17-20 daraja iliqqacha ko'tariladi. Kechalari 6-9 daraja iliq atrofida bo'ladi. Shamol 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin, deyiladi O'zgidrometning xabarida.